Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2025-yil 19-dekabr sanasida Sog'lom turmush klinikasiga navbatdagi bemorimiz Tojikistondan tashrif buyurgan. Bularga epilepsiya diagnozi qo'yilgan. Hozirda bemorimizni o'zi bilan batafsil suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning klinikaga nechanchi bor tashrif buyurishingiz? Ikkinchi bor tashrif buyurishim. Xo'p, oldingi shikoyatlaringizni obunachilarimizga aytib o'tib ketsangiz. Oldin men Tojikistonda davolanganman, epilepsiya kasali bilan. Davo topmadim umuman. Hozir endi bu yerga kelib davo topdim men epilepsiya kasali bilan. Nechanchi bor kelishingizda davo topdingiz va qanday o'zgarish his qildingiz o'zingizda? O'zimda yaxshi his qildim. 3. 2002-yildan beri davolanar edim, davo topmadim. Hozir endi 6 oydan beri sudurgim chetga kelib qoldi. Bizga nechanchi bor kelishingiz? Bu yerga ikkinchi bor kelishim. Xo'p, bizni ko'rib turgan obunachilarga qanday tavsiyalaringiz berasiz va doktorimiz bepulga davolaydimi degan savolga sizdan javob eshitsak. Hammalar bepulga davolaydi. Doktorga katta rahmat. Bu doktorlar 50% chegirma qilib davolaydilar. Doktorga katta rahmat. Bepul dorilardan ham berdilar. Doktorga katta rahmat. Xo'p, ushbu klinikani doktor Jaliyevni klinikasini bilasiz. Albatta tabiiy nutrientlari bor. Shulardan qay birlarini iste'mol qildingiz? Pankararat, epakarat, sabr malham shularni ichib davo ko'ryapman men. Qanday o'zingizda o'zgarish his qildingiz? O'zimda yaxshi o'zgarish his qilyapman. Xo'p, shunday natija olganingizdan biz ham xursandmiz. Alloh o'zi shifo bersin. Sog' salomat bo'ling.